Atigi $150 bilan Dubaydagi ko'chmas mulklarga investitsiya qiling. Shaxsan o'zim aynan $150 ga investitsiya qilishlikni ko'rsatish maqsadida sizlarga Dubai Hillsda ikkita spalniga ega bo'lgan kvartiraga investitsiya qilganman. Atigi $146 ga. Va bunda biz sotib olgan kvartiramizning narxi $489,780 bo'lgan. Hozirda $491,400 ga ko'tarilgan, ya'ni $2000 cha ko'tarilgan. Bu chunki yaqinda qilingan investitsiya hisoblanadi va barcha to'langan arenda puli hozirgacha $8,500 dan ko'proq hisoblanadi va men bilan 793 ta investorlar mana shu kvartiraga pul tikishgan va bizning investitsiya muddatimiz 5 yilga mo'ljallangan. Agarda siz ham mana shunday Dubaydagi ko'chmas mulklarga investitsiya kiritishni xohlasangiz, izohlarda Dubay so'zini yozib qoldiring. Men sizga mutlaqo tekin darsligimni tashlab beraman. O'zingiz ham bemalol boshlashingiz mumkin bo'ladi va halol aksiyalarga va umumiy holatda halol investitsiyani o'rganmoqchi bo'lsangiz, profilimga obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi, kerakli, manfaatli videolar chiqarib boraman va bu videoda o'zingizga yaqin tanishlaringizga yuborib qo'ying. Ular ham Dubayda uy olishni boshlasin.